Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Men prosta vahoyida hozir borib, men internetga kiryapman, shunaqa ko'p odam yozib tashlagan, qo'rqasan endi nima bo'yda atmen qilasan, boshqa narsa. Men bo'yda atmen qilmayman, nima bo'yda atmen qilaman. Men undan oldin kontraktga qo'l qo'yganman. 2 yil oldin o'zi u bilan urushimiz kerak edi, Batir bilan. Botirda o'zi urushmagan men bilan. 2 yil oldin urushimiz kerak edi. Men nima bo'yda atkaz qilaman? Menga normal gonorar to'layapti. Senlar bilmaysan-ku, men nimaga Amerika bilan sudlashdim, nimaga bunaqa narsalar bo'lib ketdi. Pichoqlanganimdan keyin yutkizdirdim. O'sha nimaga menga jahon chempionligi bermaganligi uchun men sudlashganman. Yuribdi boshqa aktyorlar 5 yildan beri birinchi nomer bo'lib, hali ham jahon chempionligi bo'y bermagan. Men o'shancha sudlashganman. Men prosta vahoy shunchalik yutqizishimni xohlaysanlar, men seni uyingga borib bir nimangni o'g'irlayapmanmi? Yo xotiningga gapirdimmi? Yo sening bilan gaplashyapmanmi? Nima meni yomon ko'rasanlar? Vahoy mana senlarga bilat. Hammangga emas, shu qo'shtirnoq ichidagilarga. O'zi chortliging shatdan ma'lum-ku, shunaqa yozadiganlar. Nomeringni yozsa, nomeringni yozolmaysan. Onadan so'kinasan, boshqa narsadan gapirasan. Nomeringni yozsa yozolmaysanlar. Sanlarda duh bormi? Prosta meni nimamga to'g'ri kelmayapti-da, o'zimni prirodamga to'g'ri kelmayapti. Endi qonun bor. Men qonunga bo'ysunib, qonunning oldida yashaydigan odamman. Bo'lmasa o'zim bilardim, agar qonunga bo'ysunmaganimda olib kelib turib, onadan so'kinyapsan, boshqa narsadan so'kinyapsan, har bittanga javob berishing kerak, gapirgan gaping. Sanlarda hech kim borib eshigingni taqillatib gapirgani yo'q. Prosta tinch qo'ylaring bilan. Zaybal уже bilan qachondan beri shunaqa gaplar yozasan, onadan nima ayb bilan so'kinasanlar bilan. Prosta o'zing bitta tavba qildim, hayotda bir narsaga omadi kelmagan bir odamsan. Unaqa narsalar qilmalaring. Bilan ko'tingni qilsa, maktabingni boshidan o'qib, odamlarga sal yaxshi gapirishni o'rgan. Biling, seni ham ballalaring sportsmen bo'lsin, ili boshqa sohani zo'ri bo'lsin. Assalomu alaykum, hammaga katta rahmat. Juda ko'pchilik perishot qildi. O'zi uchingdan tikilgan qosh, hech narsa bo'lgani yo'q, hammasi normal. Katta rahmat. Shunaqa payti bilasan, men 16-banisiga keldim. Hammasi chiroyli kutib olib, shunaqa chiroyli o'zlari tikib, najib hamma narsalar qo'limga berib, mana qilishing kerak, buni qilishing kerak deb chiroyli kutib oldi. Doktorlarning ham boriga shukr. Yaxshi xursandman. 16-banisiyaning doktorlari shoshilinch ishlaydiganlar bugun shunaqa chiroyli kutib olib, chiroyli kuzatib olishdi. Doktorlarning ham qadriga yetishimiz kerak. Hammalarni hurmat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat. Endi bizda boksyorlarda ko'p qosh og'riladi, qo'l sinadi. Birinchi keladigan joyimiz shu edi. Katta rahmat hammalariga. Har doim sog' bo'linglar. Sizlar kasal bo'lmanglar, lekin bizda bo'laveradi. Qo'limiz sinadi, qoshimiz og'riydi. Sizlar kasal bo'lmanglar. Sog' bo'linglar. O'ziga yarasha azoblari bor. Ot tepib, qoshni yorib qo'ydi onasiga. Qochib ketdi. Bo'l, keldi. Shunaqa bo'ladi-da. Mana do'stlar, bugungi video yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.